Şahınlardan söyle. Toshkentgami? Ha, Toshkentga. Mashina olganib ketyapmiz. Mana 2 pachka doldirimiz bor. To'xtatchinni. Nega pulni ko'rsatasan? Sizlar qayerga? Jo'ram qamoqdan chiqqanda pul topishga harakat qilib yuribmiz-da biz ham. O'yla. Topinglar-a, shaharda ish ko'p-ku. Nega menga qaraysan, ulga qara, ko'zingga iloymay ko'r. O'ldiraman jinni. Nima to? Xudoga shukr. Nima hidi chiqyapti? Metan gazi hidi chiqdi. Tualetga to'xtat. Shunda yomon qo'rqdim. Hey, to'xtada. Shu tualetga doldirish kiray. Qalboboni hurmati bor. Dada uyingizga kirib chiqayin bo'lmasa. Jinni bu. Pulni ushlab turib o'zim kirib chiqaman. Qo'y chidayman onasini jin. Alo, ya. Zakiylik Toshkentga. 20 ming dollarmi? Dadam chap kissasiga xavotir olmang. O'ylarding hammaga ay dollaring borligini hamma bildi, o'zi dollar ko'rmagan. Bir sutka otasizlarmi shunda? Ertalab ishimiz bor. Yaxshi yotib olinglar unda. Isming nima sani? Holland. Hovli deydimi? Dada, cho'ntagingizda 2 pachka dollar borligini aytmaymiz unda? Hozir nima qilding o'zi? Aytmayapsanmi o'zi? Bože, matushka. Nima qilyapti bu odam? Dadam uxlayaptilar. O'g'lasa shunaqa uxlaydimi? Uxlaganda ko'zini ochib yotadilar. Ha, bo'pti. Mana u paketni oling. Hamma musorlarni tozalab o'zingizlar bilan olib chiqib ketinglar. Akajon niyat qilib pul yiqqandan bitta Cobalt olaman deb. O'chirtimni qancha kutsam kutaman chiqsa bo'ldi. Akajon, Drivers Village avtosalonida o'chirt kutib o'tirmaysiz. Pulini to'laysiz, boshini olib chiqib ketasiz. Seriozda? Albatta. Ana 10x bilan trakkarchi. Ularni ham. Akajon, Toshkentga kelishi shart emas edi. Nimaga? 7 ta viloyatda 7 ta filiallarimiz bor edi. Voy mantpoy, nezasi taksiga pul beribsiz? Amayli, ber pulni. Akajon, mana dollarda sanab olasiz, taqi-taq. Bantikchalar taqib qo'shlarni kuydiramiz. Po'chog'i bu. Voy ular. Yo'q, nima bu? Voy ular. Pul qani qilsin? Bilmayman, musorga tashlayman, dajon. Yolvoraman. Jannatim. Faryodimsiz, jannatim. Musurkaga yo'q. Faryodim mana, faryodim. Farishtam mana. Aka, bu musorka yopilgan. Nimaga? Bilmayman, musorkachi bola ertalab chiqib ketdi, xursand.